Mana shahlo ko'zlarini qarang. Bitta like bosib qo'yinglar. Videoni ko'rayotgan har bitta insonga Mercedeslar haydash nasib qilsin. Nima dedinglar? W212 Y200 kraskasi top toza, bemalol tekshirtirib olsanglar bo'ladi. O'zimiz sotgan edi, esingizda bo'lsa, 28,5 ming qo'yilgan edi. Vaziyatda unumli foydalanib oling. Narxini oldindan deganlarga bo'ldi. Bundan buyog'iga oldindan aytamiz. Narxi 27,300 dollarga ko'ndira oldim. Mana sizga vaziyat. O'zligi ancha balanga olishgan. Xullas mashinani hech qanaqa xarajati, aybi, nuqsoni yo'q. Даже olingandan keyin mayda-chuyda rasxodlarni ham qilib qo'yishgan. Panorama tomlari ham bor. 15-yil. O'zi 17dami, 16da W212 lar tugagan. Oxirgilardan bittasi. Rangi ham rosa chiroyli ekan. Bemalol aylanib ham ko'ring, tekshirib ko'ring, ustiga ham olib boring. Hech qanaqa aybi yo'q deb aytayotdilar egalari. Siz ham bemalol tekshirib olsangiz bo'ladi. 151 ming kilometr yurgan. 151 ming kilometr. O'ting. Bo'l shu joyda olib ketaverasan-a? Olib ketaver. Salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Sidenalari isiydi. Tonirovka rashinalarigacha bor. Narxi o'sha 27,300. Bu mashina ham birinchi bo'lib Telegram kanaliga tashab borildi. Endi Telegram kanaliga qo'shilib olsangiz, siz har xil mashinalarni birinchi bo'lib olishga uspet qilib qolishingiz mumkin. Noyob topilmalar kanaliga xush kelibsizlar.